Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bizga yangi vanna naborlarimizga kelgan. Hozir ochib ko'rsatib beramiz sizlarga. Bu vannalarimizni yaqinda istoriyaga Instagramda qo'ygan edik. Mini elektronli dushi bilan. O'shani komplektlari bo'ladi bu. Ikki xil vanna. Hozir bittasini ochib ko'rsatamiz. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Bu 6 tali vanna naborimizda bo'ladi. Kir mashinasi komplektida ichida chiqadi. O'sha mini elektronik dushi bo'ladi. O'zini komplektida o'zini go'rkasi, farzandlar yotqizishingiz uchun chelagi, cho'michi, alohida o'zingiz uchun bunaqa kichkina tabletkalari ham bo'ladi. Eng muhimi buni gradusniysi bor, suvni temperaturasini o'lchab turish uchun. Bu bitta vanna naborimiz. Hozir keyingi vanna naborimizni ham ko'rsatamiz. Hop, bu keyingisi. Bu boshqa model. Ko'rishingiz mumkin. Bu ham xuddi shunaqa kir mashinali bo'ladi. Faqatgina farqi nimada bo'ladi buni? Buni komplektida dushi, kelgan maxsus tabletkasi chiqmaydi. Qolgan narsasi, funksiyasi bir xil bo'ladi. Go'rkasi, bunda bitta plus qo'shilgan setichkasi bo'ladi. O'zini farzandlarni yotqizib foydalanishingiz uchun. Qolgan hamma funksiyasi bir xil bo'ladi. Vanna naborlarimizni juda ko'p, xudo xolasa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Xohlasanglar shu dushsiz, elektron dushsiz variantlari kir mashinali bo'ladi bular hammasi. Bu dushligi varianti ko'rganinglardek elektronik dushi bo'ladi o'zini komplektida. Tabletkasi plus qo'shilgan bo'ladi. Bu xuddi o'shani dushi yo'q, tabletkasi yo'q varianti bo'ladi. Lekin qolgan funksiyasi bir xil. Kir mashina, go'rkasi, chelagi, cho'michi, farzandlarni maxsus yotqizish uchun mana bunaqa setkasi ham bo'ladi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa murojaat ko'rasizlar, ishonchli tez yetkazib beramiz.